2014-yilgi Chempionlar Ligasi finalini hamma eslaydi. Finalda bizga tanish jamoalar Madridning ikki klubi. Real bu oqshomni uzoq kutdi. Zidaning afsonaviy gol amalga oshirilgan 2002-yildan buyon qirollik klubi final ostonasiga yetib kela olmayotgan edi. Va bir munchalik tanaffusdan so'ng Ancelotti boshchiligidagi jamoa bu o'yinga yetib keldi. Lekin bahs Atleticoning super o'yini bilan yodda qolgan. Simeone shogirdlari Gadinning goldan so'ng o'yinning asosiy vaqti tugaguncha oldinda bordilar. Qo'llariga televizor pultini olib, hozir hakamning hushligi chalinadi-yu, televizorni o'chiraman deb tayyorgarlik ko'rib turgan Real muxlislari hakam tomonidan qo'shib berilgan 3-daqiqa tugayotgan lahzalarda shodlikdan telba bo'lib qolayozishdi. Ramos o'z faoliyatidagi oltin golni yo'llab, zaxirasi maydondagilari bilan ilk chempionligini nishonlashga taraddud ko'rayotgan hamshaharlarini knockdown holatiga tushirib qo'ydi. Bu knockdown holati qo'shimcha bo'limlarda yaqqol sezildi. Ramosning goldan o'ziga kelishga ulgurmagan Atletika darvozasiga yarim soat ichida 3 ta gol urdi. Hozirda hech kim o'sha 3 ta golni kimlar yo'llagani bilan qiziqmaydi. Faqat mana bu hisob tenglashtirib Atletikoni sindirib bergan golni yo'lga oldilar. Ramos tayinladi.